Assalomu alaykum hammaga. Assalomu alaykum obunachilar. Mana bugun hop yangi gazablo liniyasini bitkizdik, xudo xolasa. Bu liniyamiz o'zimizga Zarkin shaharchasiga tayyorlandi. Hop. Mushalkamiz 110 litrli suv bachoyi. Hop, bortlari ko'rishingiz mumkin. Hop, bortining yoni, yana bortlari mana idealniy qilib kraska bo'lgan. Hop, bu shablon reskamiz. Ruchnoy reska bo'ladi. Buni olib borganda juplab o'rnatib beramiz. Hop, Zarkinga 8 ta qolib, 8 ta paddon, o'sha mishalka, subachoy, reska komplektlari bo'ldi. Narxlariga keladigan bo'lsa, qoliplarni 240 dan qilib berganmiz, paddonni 130 dan qilib berganmiz. Hop, mishalka, subachoy, reskasini 10 million so'mga qilib berdik. Qolgan yog'ini suv motori, 1 tonnali bochkasini o'ziga moslab olgan bo'ldi. Dollar emas, o'sha 10 million so'mga bitkazib berdik. Mishalkasi, hop, buni endi motorlari qo'yiladi. Hamma yo'g'i bo'ldi, xudo xolasa. 110 litrli suv bachoyi. Bunda o'sha ikkita tenti bo'ladi. Bu yoqda kranligi, datchisi, suv datchisi. Reskamiz u любой razmerga kesaveradi. 10 dan boshlab 20, 30, 40 gacha bemalol kesaveradi, moslashadi. Listlarni qalinligini aytib o'tgan bo'lsak, mana bortini listlari paddonning hamma yo'g'iga bir xil ishlaydi. 3 li rossiyskiy listdan ishlatamiz. Profillari bortiniki 5 ga 3, buru 8 stenada profillar. Bortini profili 8 ga 4 profildan stenasi 2 li bo'ladi. Narxlarini aytib o'tdik. Mishalka, subachoy, reskasi 10 million so'mga bitdi. Qoliplar 240 ga 130 dollardan bo'ldi. Paddon bortlari bilan. Kimga shunaqa liniyalar kerak bo'lsa, hozir ertaga yana borib o'rnatgan joyimizdan ham bitta video qilib yuboramiz. Kimga shunaqa liniyalar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bu mishalka alohida olasizmi, bochkami, reskasinimi, qolipini farqi sotilaveradi. Komplektdan qilib beraveramiz. Yana bir ma'lumot, bizda o'rnatib berishlari bilan narxini aytyapmiz, komplektini. Borib o'rnatib постоянный kuzatuvda, tekshiruvda bo'lib turiladi. Nimasi kam, nimasi o'xshamayapti. Bitta ovorib berib, o'rgatib qo'yib, shu bilan bo'ldi emas. Dakansa shu o'rgatib, issiq suvini olib turiladi, xudo xolasa. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar, kimga kerak bo'lsa, sifatli cho'tka qilib, g'ishtlarni chiqarib berib kelamiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar.